أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qardaşlar, biz bugün Sure Ali İmran'ın 90. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala bir qism kishilarning ahvolini so'zlab bo'lgandan keyin, ya'ni o'zininki jinoyat ma'siyatlaridan yenib Allah Subhanahu ve Taalaga tövbe qilib, o'zining burun qilgan xatoliklarini tuzigan kishilarni illallazina tabu min ba'di zalika va aslahu fa innalloha g'afurur rahim degan oyatda Allohning ularni mag'firat qildiganligi, tövbe berdiganligi haqida mazmunlar bilan oxirlashgandi. Asli mazmun iymonga kirib bo'lgandan keyin, masalani tushunib bo'lgandan keyin, paket oydinlashib bo'lgandan keyin, ya'ni Allohning yo'lini tanlamay boshqa yo'llarni, kufrni tanlagan kishilar haqida ketayotgan, bu xil kishilarni Alloh asla hidoyat qilmaydiganligi, ularga yordam bermaydiganligi haqida mazmunlar o'tgan va shu qilmishidan tövbe qilganlarning masalasi tugagandan keyin bugungi darsda tekrar şu kishilarga qaytdi. Yani tövbe qilmagan, o'zining shu yo'lda davom qilgan kishilarning ahvolini bayon qilyapti. Estaizu billah. Innallazina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala tawbatuhum va ulaika humud dallun. Yani iman aytib bo'lgandan keyin, qalbida ishinib bo'lgandan keyin kufr yo'lini tanlagan kishilar. Anlakin küfrning ustiga küfrlik qilgan kishilar, ya'ni küfrni texmi ziyoda qilgan, bu to'g'risida qanday bo'lsa küfrning ustiga küfrlik qo'ydigan so'zlaymiz. Bularning tavbasi asla qabul qilinmaydi. Bular haqiqiy ozg'unlardir. Ana bu yerdagi küfrning ustiga küfrlik qilganlar, ya'ni küfrni ziyoda qilganlar, oshirganlar demak kim desa, bu manda bir ikki xil mazmunni o'z ichiga oladi. Birisi o'zi yo'ldan chiqdi. Başka yolunu tanladı, azdı, küfür yoluna girdi ve başkalarını mı özünün şu yoluna çağırğanla, özü kafir olğanın üstüge başkalarının mı kafir oluşuğa heydekçilik qilganlar küfürün üstüge küfür olğanlar oladı. Bu bir. Yeni bir taraftan bunun özüge alıdığan, ayetinin özüge alıdığan mazmunu, bazı bir kısım Yahudiler hakkında düşken bulup, bular Musa aleyhisselamdan keyin İsa aleyhisselamga kufr olgan, Allah o'tgan vaqtida. Undan keyin Muhammad aleyhisselamga kufr oldi. Kufrning ustiga oldi. Kufrning ustiga oldi. Bular bu yerda maqsad qilinishi mumkin. Endi bular bu xil kishilar ba'zi narsalarni tushunganda qiladi, tavba qilganda qiladi, keyniga yeni oladi. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nı zanlıq qilganga o'xshaydi bularning bu ishi. Bular oyatning oxiridagi ulaika humud dalun, bular haqiqiy azg'unlar, bular degan sifatga eng loyiq kishilar. Undan keyin 91-oyatda Allah Subhanahu ve Taala yana mush haqida so'zlab, innallazina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la iftada bihi ulaika lahum azabun alim ve ma lahum min nasirin. Yani küfür olgan kishilar, küfür yolunu tanlaganlar, Allah'ның yolu ve başka yol, hayat menheci, hayat dasturi, hayat yolu da başka yolunu tanlaganlar ve bu yolda üzlüksiz devam kılıp ahirgacha o'lganlar. Ve hum kuffar ve matu ve hum kuffar. Bularning birisi eğer aşta bir imkanı top qilib, bütün dünya toshqudek altın birib mi o'rnini to'ldiranmaydi bu qilmishiniki. Tövbega erişolmaydi. O'zini qutqizolmaydi. Oyat degani shu. Bularga qattiq azobda hech kim ularga yordam qilmaydi. Yordam qiladigan hech kishi bo'lmaydi. Chunki bular en bir yo'lni tanladi. Deganimizdek Allah Subhanahu ve Taala avval mu'min, kafir deb ayırmasdan hidayetini insanların aldıda koyudu. Doğru yolunu insanların aldıda koyudu. Peygamber evvetidu, kitap düşürüdü. Öz dinini çakırdıgan her xil kişilerini ortaga çıkırdı. İnsanların aldığı hidayet koyuldu. Bu hidayet körüstüş hidayeti.
Allah'ın yolu bu, şeytanın yolu bu, cennetin yolu bu, dozaqning yolu bu ko'rsatildi. Endi mu'minlar bu tarafni tanladı. Tamam, bularning ishi ilgirki oyatlarda o'tdi. Bu yo'lni tanlaganlar. Mesele intayin aydınlaşıp yolunun qaysının qanaqligi o'qilib bo'lgandan keyin bu yo'lni, ya'ni kufr yo'lini tanlaganlar. Biz deganimizda Allah bularga mush yo'lni tanlab bo'lganiga yordam qilmaydi. Çünkü tanlab bo'ldi bular. Bular mush yo'lda davom ketaverdi. Hatto o'lganga qadar bular mush yo'lda davom qildi. Bu oyatda Allah subhanahu va taolo bizga bularning ahvolini bayon qilib beryapti. Bularning dunyodagi ahvoli mashtamanganlarninki va oxiratdagi ahvoli. Endi bularning dunyodagi ahvoliga kelsak, insonlik hukmi bilan bularning tanlash erkinlik bo'ladi dunyoda. İki yo'lning qaysini tanladi bu yo'lni? İxtiyor. Chunki Alloh inson shuna bir ixtiyorlikni bergan. Shunga bular bu yo'lda mengayveradi. Tanlash huquqi bor bularninki. Ammo oxiratda desa tanlash huquqi yo'q. Dunyoda tanlash huquqi bor. Oxiratda tanlash huquqi yo'q. Mush masalani defamoqchi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni bularning masalasi bu. Ammo ulamolar mushada zimin to'shqicha oltin bir o'zini o'zi qutqizolmaydi degan yerga nurg'un izohatlarni berib davatudi. Bir odamning zimin to'shqicha oltin olmaydi. Oyat shuni deydi-ki, demakchiki, sen har qancha qilsangmi bekor. Ya'ni texim ichkilab kirib, sening dunyoda qilgan ishingning hech qaysi bir tiyini o'tmaydi davatudi. Bir kafirdan birisi o'ldi. Zimin to'shqicha oltinni sarf qildi. Hatto dunyoda yaxshilik qildi deyiladi. Hech ahamiyat yo'q. Chunki u buyuk bir xiyonatni qildi, buyuk xato yo'lni tanladi, bir ilohga, Allohga iymon etmadi. Tamam, uning qilib ketgan har qancha ishlari, sarf qilib ketgan har qancha pullari, kashf qilib ketgan har qancha ijodlari uning qiyomat kunisi hech yaxshilik kelmaydi. Qarindoshimizning ba'zining kallasiga yoki bir qism kishilarning kallasiga dunyoda shuncha isl ishlarni qilgan, insoniyatga nurg'un ahamiyatli ishlarni kashf qilgan, ijod qilgan va nurg'un xayriyat urullarini ta'sis qilgan kishilar nima deb oxiratda savob ko'rishamaydi? Bu odillikmi deyish mumkin. Biz deymizki, tam odillik bu. Allohning odilligi shuki, inson dunyoda ixtiyorlik berdi va nimani ko'zlasa, shunga yetadigan bir fursat berdi. İnson dunyoda go'zal ishlarni qiladi. Allohni ko'zlab qiladi, Allohga erishdi. Oxiratni ko'zlab qiladi, oxiratni mukofotini oladi. Bu bir odillik. İnson dunyoda shuncha go'zal ishlarni qiladi, insoniyatga shunchalik foydali ishlarni qiladi deyli, ammo uning kallasida pul va pul topadi. Şöhretni istegan bo'lsa, şöhret topadi. Hukmronlikni istegan bo'lsa, hukmronlikni topadi. Ojizlarning qinini shimirishni istegan bo'lsa, uni topadi. Ammo Allohni hech xiyoliga keltirmadi u qilayotgan ishlarda, nim deb Allohni topsin u. Nim deb Allohning ajriga erishsin u. Ko'z oldimizga nurg'un kashfiyatlar bor. Insoniyatning ishini qulaylikashtirayotgan nurg'un ijodiyatlar bor. Hey, mushunchular ishlarni qildi, qiyomat kuni savob bo'lmamda bo'lmaydi. Nimishqa shu ishni qilayotgan vaqtda uning xiyolida asla savob yo'q. Nimda o'zi ko'zlamagan, o'zi orzu qilmagan, o'zi nishonlamagan narsaga erishsin u. Allohning adolati shu. İnson nimani ko'zlasa, shunga yetadi. Rasululloh hadisda, ya'ni Imom Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliq hadis ulamolari rivoyat qilgan hadisda va fa'alta li yuqal qad qil. Mana bir şekilde bayan qiladi. Sen bu ishni manda ekan desin deb qilding, mukofotiga erishding deyapti. Qatqil, ashta gap deyildi. Sening ko'zlagan nishoningga yetding. Ya'ni bu yerda xuddi demakchiki, inson dunyoda qanchalik yaxshilik kessin, qanchalik iqtisodni boshqalarga sarf qilib kessin, qanchalik xayriyat o'rinlarini ta'sis qilib kessin, madam uning nishonlagan nishonida
qilgan niyatida Alloh olmagan ekan, jannat olmagan ekan, nima deb erishsin uni? O istamagan narsaga erishmaslik adolat. Surah G'ofirning 16-oyatida yawmahum baridun la yakhfa 'ala Alloh minhum shay limanil mulkul yawm illahil wahidil qahhar. Yani o kunda hamma oshkor bo'ladi. Allohga hech narsa maxfi emas. O kundagi butun mulk vahidil qahhar bo'lgan Alloh. U dunyodagi ishlarni niyat qildi, erishdi. Qiyomatda uning hech qaysi kuchiga ega emas. Dunyodagi ko'zlagan nopuz, mol dunyo, yana bir narsa, yana bir nom shuhrat ega emas. Faqat Alloh bilan oid bir narsa. U Allohning iroda qilmagan ekan, qiyomatda erishamaslig'i tabiiy. Shunga qaraqi ba'zi oddiy kallolar, masalan, o'ttirdan tushib bilan savol so'raydiganlarga mush shaklda javob beramiz yani. Ba'zi deydi, "Hoy paloni, tom shuncha insoniyatga foydali asarlarni qoldirib ketdi. Voy pukuni shuncha ijodiyat kashfiyotlarni o'rtaga chiqarib insoniyat uchun foydali qildi. Voy u qildi, bu qildi." Shu deymizki, ular ko'zligingga yetdi, ularga ko'zlagan narsa berildi, mana bu odillik. Ularni har doim insonlar aslab turadi, bu ashlarning ko'zligini shu. Ular ijod qilgan shu kashfiyotlari bilan, shu ijod qilgan, kashf qilgan dorilar bilan, masalan, va boshqa narsalar bilan pul tepish maqsad qilgan pul topdi. Dunyoda eng boy insonlar bo'ldi. Ojiz rayonlarni kontrol qilmoqchi bo'lgan kontrol qildi, hukmron bo'ldi. Nom shuhrat qozonmoqchi bo'lgan insonlar nom shuhrat qozondi. Demak, ularga hamma narsa berildi. Ammo ularning kallasida Alloh yo'q edi. Qiyomat yo'q edi. Shunga qiyomatga nisbatan, oxiratga nisbatan ularning ishlari hech nimaga o'tmaydi. Chunki ular o'tishni xohlamagan. Ular xohlamagan, ular istamagan narsa nima deb bo'lsin ularga? Shunga qiyomat masalasida xam xiyol bilan, quruq orzu bilan umid kutmaslik kerak. Ularning qilayotgan butun ishlari qiyomatga nisbatan nimaga o'xshaydi? Sura Nurdagi "Vallazina kafaru a'maluhum kasarab" Kuffarlarning qilgan ishlari hammasi shu yiroqda, issiq vaqtida ko'rinadigan bir suning vahmiy bir shakli bor. Qattiq havo qizigan vaqtlarda yiroq qarasak bir yaltirayotgan su ko'rinishi bor. Shunga o'xshaydi. Usugan odam kelib qarasa suv o'xshaydi. Hech nima yo'q. Bularning ishini Alloh subhanahu va taoloning qishiga kelgan vaqt o'tmaydi, chunki bular Allohni ko'zlamaydi. Şu bu nokta kallımız naydini olsun. Şu bugünkü ayet davet ediyor ki zemin toşqıçı altın bir ödünüz okutuzamaydı. Yani dünyada qanchalik iş qilib ketgan adam olsun. Eğer bunu dünyadaki işler de qaralsa, ya ki bunu bir perez deb qarab, insan aşta dünya toşqıçı altınga ega insan bulup, aşını degan taqdirda qiyomatdagi azobdan qanaqalanmaydi, qutlanmaydi. Çünkü kıyamette Allah'tan başka hiç kimnin hukuku yok. Limanil mulkul yevm. Allah'tan başkasını közlegen her qanday bir adam sen tatıdığanlıqı iniq. Başka ayette mi var? Sura Zümer'ninki 47. ayetinde. Velev enne lillezine zalemu ma fil ardı cemi'an ve mislehu ma'ahu. Dünyada özgü zulüm qilganlar, başqalarga zulüm qilganlar, dünya ve dünyanın o'xshi ulan olgan taqdirdimi? Bular mushini pedi qilish orqali mushning badaliga o'zini qutqiziman, azobdan saqlanaman deyilsa, asla va asla qanaqlanmaydi, saqlanmaydi. Va badalahu minallohi ma lam yakunu yahtasibun ayatning oxirida. Bular hisobga olmagan, o'ylamagan ishlar shu vaqtda o'rtaga chiqadi. Dunyoda qilayotgan ishlarida Allohning hisobini qilmagan. Allohning hisobga qatmagan bular. Hech o'ylamagan. O'ylamagandan keyin bularning uning erishamasligi, o'zi istamagan erishamasligi normal ahvol. Ulaika lahum azabun alim va ma lahum min nasrin. Bular qattiq azob bor. Ularga hech yordam qilish. Chunki buni azoblaydigan kim? Alloh. Har ish shu ishning sohibining kuchiga qarab turib, ishning qattiq tuvanlik darajasi bo'ladi. Azob Allohdan keldimi? Bo'ldi. Uning tasavvurini biz qila olmaymiz. Azab Allohdan keldimi? Allohdan boshqa hech kim ularga yordam qila olmaydi. Masala bu qadar aniq. Ham undan keyin yana bu yerda ilgirki oyatda o'qiyotgan, o'tib ketgan oyatda bizga bir ishorat berildi qarindoshlar. Sen har qancha qil yaxshi ishing, sen shu Allohni ko'zlamasan, jannatni ko'zlamasan,
hisob emas, qabul qilinmaydi deyildi ya oyatda. Endi qabul qilinish uchun nima qilish kerak? Qabul qilinmaydigan yaxshilik haqida so'zlab o'tdik ilgirgi oyatda. Endi qabul qilinadigan yaxshilik qanday yaxshilik bo'ladi desa, oyat shuni bayon qilib davatdi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Sizlar o'zingni yaxshi ko'rgandan sarf qilmoqcha yaxshilik qilish olmaysizlar. Nima sarf qilsangmi Alloh uni eng obdan biladi. Endi tarjimasi shu qadarlashli oyatninki oyatni bir-birlab tahlil qilaylik. Lan tanalul birra degan so'zni yaxshilik qilmaysiz deb tarjima qildim. Amaliyotda birra degan so'z arab tilidagi so'zning yiltizdan surishti qilsak kengrilik ma'nosi bor. Odatda ziminni quruqlikni bir deb ataydi. Yani şu ba, ra 3 harften şekillengen sözde ber degan şekilde quruqlik ma'nosi bor. Yaxshilik nima ber degan ma'nosini chiqaradi, chunki yaxshilik degan bir kengri bir doirani o'ziga olgan bo'lgan. Ammo oyatda mushu kengrilik degan ma'noni chiqishibdi, bir qancha ma'noni ifodalasak bo'ladi. Birisi Allohning barakati, Allohning rahmati. Allohning rahmati kengri ya bu. Allah'ın rahmeti girişemeyse tamam. İkinci manası cennet girişemeyse. Çünkü yaxşılıqның ki en kengir tarafı ne o? Cennet. Allah'ın bereketi, rahmeti, cennet, yaxşılık muşma. Yani anda oğanda qayt tercih olsak sen cennetke üzen yaxşı kögendin sarf qilmoqchi. Yani üzen muş en layık deb qaragan narsalarni sarf qilmoqchi qanaqlanmaysiz, kiremeyiz. Ana birini nim deb oldik? Cennet degan ma'noda oldik. Undan boshqa taqvolik, taat yani sen en taqvo darajaga, Allohga ibodat qiladigan en yüksek darajaga mashta qilmoq. Unda 3 ma'no oldi hisobda. Lan tanalul birradagi birninki 3 ma'nosi. Birisi Allohning kengri barakati, kengri rahmat oldi. İkincisi cennet ma'nosida oldi. Üçüncüsü taqvolik, yuqori ibodat darajasi degan ma'no oldi. Uchinchi ma'no asl lug'at ma'niga ham mas keladi, ham oyatdan maqsad qilinayotgan ma'noga ham nima keladi? Mas keladi. Endi balkim diqqatingni tortgan bo'lishi mumkin. Kuffarninki qiyomatdagi azobi haqida so'zlab kelib o'tiblar, haqida sarf qilish bizdeki imkoniyatlarimizni Allohning yo'lida sarf qilish, iqtisod va boshqa narsalarni Alloh yo'lida sarf qilish haqida gap yotgandim. Chunki kuffarlarning qiyomat kunisi qattiq azoblanganligi, dunyoda sarf qilgan har qanday bir yaxshilikninki o'tmaydiganligi haqida so'zladi. Mayli o kafir dunyoda qancha million, masalan, sanoqsiz mol dunyoni yaxshilik yo'llarida sarf qilsin, yoki o'zining qanchalik kuchini yaxshilik yo'llarida sarf qilsin, madam o jannatni ko'zlamagan bo'lsa, ko'zlamagan narsaga erishmaydiganligini tilga oldi. Endi jannatni ko'zlagan va Allohni ko'zlaganlar bunun erishdi. Bu qanday odamlar desa, shuni ifodalab, manda qilgan odamlar. Ya'ni iymon etgan, yaxshi ishlarni qilgan va o'zining iymoni ustida o'lganligini, o'lguncha iymon ustida qana qilgan, davom qilganlar yuqorqi hukmning aksi bo'yicha bo'ladiki, yuqorqilar, yani o'lguncha kufrsiz tuganlar dozaqqa kirib azoblansa, bular jannatga kirib ne'matga erishadi. Jannatga. Alandan alul birdiki birini cennet deb izohladik. Ha boya shu jannatga kiradi. Endi jannatga kirishninki ifodasi, yo'llari yoki uning qilishga tegishli ishlar qosimi lan tanalul birra hatta tunfiqu. Endi biz shu Qur'oni Karimni o'qish jarayonida, tafsir qilish jarayonida, tafsirini ko'rish jarayonida Qur'oni Karimninki har tuyg'uga mas şekilde hitap qatqanligini ko'ramiz qarindoshlar. İnsanning ichida bir xil tuyg'uludi, ba'zida g'azablangan tuyg'uludi, xushalog'an tuyg'uludi, mu'minlar tuyg'uludi, inkor qilayotgan tuyg'uludi. Bu tuyg'u insonda inson tuyg'usiga hitap munosib shaklda qilinsa, buning ta'sir qiladigan kuchi yuqoriladi. Ya'ni uqumlarningki insonda ro'shan bo'lish degan bir gap bor. Masalan, shu eshikdan men tuniydigan
yaqin aralashib o'tayotgan bir do'stim, ya Ahmad ya Samat kirdi dedilse, o ko'rgan hamallar mening vujudimda paydo bo'lgan tuyg'u nima? Mening butun o'tmishdagi tarixlarim haqida uningga nimda xitob qilishimni menda hozirlab bo'ladi. Men uningga keldingmi? Amza tunagan deydi. Mana demak, mas shaklda xitob qila olaman uningga. Chunki bizning o'tmishimiz bor uning bilan. O kim? Men bilan qanday munosabati bor? Nima aloqasi bor? Hozir nima uchun keldi qatorliq nurg'un narsalar menda hozirlanib bo'ladi. Kaga adamning tuyg'usimi shunda bir hozirlik bo'ladi. Uningdan ilgirgi o'tmish tarixini so'msam, mening do'stim bo'lg'achqa, tungan bo'lg'achqa, mening ro'yitimda shakllangan tuyg'u bilan uning ro'yitida shakllangan tuyg'u o'xshash bo'ladi. Men bir og'iz, ikki og'iz, ikki uch jumla so'zlayman, tushunishimiz, anglashimiz yani. Ama konuşmagan yine adamın birisi gelse, men onunla hitap qilish uchun oldi bilan onun kim, nima ekanligini, nereden kelganligini, nima uchun kelganligini muddazın soruşum kerak. Yani bu demek çoğunumuz shuki insonning tuyg'usi kitapga hazırlangan bir hal doludu. Endi dal demek çoğunumuz shuki Allah subhanahu wa taala insonni kitap qilgan vaqtda, birla vaqtda etrafdagi insonlarning hammasining hazırlangan tuyg'usiga nayte masxta qiladi. Bir misal alayım. Mesela Sure Tevbe'nin 28. ayetida Allah subhanahu wa taala Mekke fethi olgandan keyin müşrikler necis Beytullah'ni tavaf qilmasin e'lon qiladi. Yaqinlashmasin deb bir buyruq tushadi. Ya eyyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Bu yildan keyin kelmasin dedi. Endi bilimiz Mekke ehlininki asaslık yaşaş asası yaşaş yolları şu hacga keladigan, tavafga keladigan müşriklerinki hediyeleri ve soğudu satıqdan keladi. Etrafdagi Arablar vaqti musulmon bo'lmagan vaqt, tamizdagidek müşrik ko'p sonliqi. Buni kamsin degandan keyin Mekke'ga kamay degan gap. Demak so'di to'xtadi, ularning keladigan hediyeler to'xtadi, iqtisod to'xtadi, odamning yaşaş usuli yoki yashash asosi tahdid ko'chirdi degan gap. Mushu oyatning kiyilib qaranglar. 27-oyatda bu. İnson shu vaqtdagi Mekkada yashayotgan bir odam bo'lish bilan yani bir. Mushu oyatni anglagan amallar nima to'g'ri keladi? Qanday yashaymiz degan mavzu. Bu savol insonning tuyg'usidan amaliy ifodaga aylanib tilidan chiqib bo'lguncha Allah subhanahu wa taala buni chiqartmay turib buningga yarasha xitob qiladi. 28-oyatda va in khiftum ailatan agar kambag'allikdan qo'rqib iqtisodimiz nim bo'la qanday yashamiz deb qolsanglar qo'rqmanglar. Fasawfa yughnikumullohu min fadli. Chunki sizlarga hamma ega deyapti Allah subhanahu wa taala. Sen qanday shaklda rizqqa erishgan bo'lsang o mening rahmetim deydi. Men keltirgan odam insonlarning qalbini Mekkadagi Ka'baga bog'lash, ularningki savdo sotib qilish hammasi mening o'rinlashtirilish. Agar men mushriklar bu yildan keyin kamusin degan bo'lsam, yana bu o'rinlashtirishim bor deydi Alloh subhanahu va taolo. Nasa xotirjam bo'l. Bu bir misol qarindoshlar. Bir misal. Yani şunda tuyg'uda bir savol paydo bo'lguncha Alloh unga mas shaklda qanaqa javob beryapti. Mesela yana bir misal alsam Allohga ishonmaydigan bu islomga ishonmaydigan ba'zi mushriklar sirtqı chiqarmagan bilan ko'ngilda manda o'ylaydi. Va yaquluna bir xil u Ahmad bilan o'xshash yashayapmiz. Buni qilmadan deydi. U gunohni qilsa, uni qilsa gunoh, buni qilsa gunoh deydi. Hech bir ish bo'lmadi deydigan bir tuyg'u ichki dunyosida bor. Buni sirtqi demaydi ekan masalan. Ammo Alloh subhanahu va taolo mashta ichki tuyg'ularni o'rtaga olib chiqiblar. Bunda vaqtda va yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibunallohu bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir deb u ichki tuyg'udagi insonlarga Qur'on javob beradi. Ya'ni Qur'on
Özünün qavatqan xitoblarida insonning tuyg'u hislarga, ya'ni hissiyotlarga nah gaplarni qana qiladi. Munosib shaklda olib keladi. Hamda ilgirki oyat va bugungi oyatda, masalan, innallazina kafaru va matu va hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. Ya'ni kufr yo'lini tanlab o'lguchi mush yo'lda tug'alladin, zimin toshqicha oltinni pediversimi, ularni qabul qilinmaydi. Ularga qattiq azab bor, ularga yordam berguchi yo'q. Degan ma oyat kelgandan keyin qana qil savol paydo bo'ldi. Demak, Allohning hech narsaga ehtiyoji yo'q. Sen o necha milliard xaylab ket, agar sening tutgan yo'ling to'g'ri bo'lsa, rad qiladi ekan Alloh subhanahu. Qalbimiz shuna to'g'ri keladi-ki, Alloh qabul qildig'ini qaysi Alloh subhanahu va taolo. Deydigan bir tuyg'u var. Mush tuyg'uga mas bir şekilde lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yani Allah subhanahu wa taala qabul qildig'ini ma şekildeki nima sarf qilish. Sen meyli iqtisodingni sarf qil, meyli kuchingni bu yo'lda sarf qil, sen eng yaxshi ko'rgan masalan iqtisodning yaxshi ko'rgan yomon ko'rgan masalan kiyim-kechak o'zimiz keymay tashlayotgan narsalarni kishilar yaxshi qilgan sifatda birimiz haqlarga o'zimiz yemaydigan yemekliklarni biz yeyishga ko'nglimiz tortmaydigan yemekliklarni boshqalarga yemanida birimiz masalan chunki inson tabiiyda bir xil oshko'zlik va qarindoshlar. Bu iqtisod va moddiy narsalarda ko'p qolsa, o'zimizning kuchining masalasida o'zimizning ko'nglimiz tortgan uyallarni o'ynab ko'nglimiz shash vaqtlarni, uchuq vaqtlarini, zihnimizning uchuq vaqtlarini havoyi havsimiz tortgan yerga sarf qilib, hagan, talgan yoki ishib qolgan vaqtlarimizni andan keyin bu yo'lga sarf qilish. Demak, imkoniyatninki eng yaxshilarini boshqa yerga, nacharlarini bu yo'lga o'zimiz xuddi buyuk ishlarni qilayotgan sifatda, sadiq qilayotgan sifatda, sehiy sifatda o'zimizni mush yo'lga otgan sifatda o'rtaga chiqib, mana sarf qilish Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi bu. Allohning qabul qildig'ini qaysi? Faqat va faqat eng yaxshi ko'rgan holatni Alloh qabul qiladi. Chunki insonda ash-shuh ochiq ko'zlik degan bir narsa bor. Va man yuqa shuhha nafsihi, ya'ni kim o'zining nafsining ochiq ko'zligidan saqlansa, ya'ni insonda ochiq ko'zlik bor. Yaratilishdan inson bir narsalarni yaxshi ko'radi. Mushundan ko'ngildan ajratib bu yo'lni sarf qila olsa, fa ulayka humul muflihun. İnsan qanday ochko'zlik qiladi qarindoshlar? İnsan bir narsaga ega bo'ladi. İnsonning navbatda kuchi bor, qutqunlik kuchi bor. Salomat, sog'lom, iqtisodi bor. Ammo inson shundan ansiraydi. Ayati o'g'in bu kuchim bo'lmasa, ayati o'g'in bu iqtisodim bo'lmay, qapiliq tatib qasam deydigan bir vahmiy ojizlik bor insonda. Mushu ojizlik insonni ehtiyoj bo'lgan yerga sarf qilishga yo'l qo'ymaydi. Ochko'zlik qilishga undaydi. Sen ehtiyojligi bu. Sen bundan oshgan qismini qishingdagi qarindoshlar bilan o'rtoqlashishga yo'l qo'ymaydi. Bu ojizlik. Mana bu insondagi ash-shuh, ya'ni bir xil ochko'zlik bo'ladi. İnsan bir xil bugunisidan xotirjam bo'lsa, shunchalik xotirjam, kelgusidan ansirab, o'ziga ehtiyoji bo'lmagan, ya'ni sarf qilishga tegishli taraflarni sarf qilib unmaydigan bir nimasi bor, mijoz bor. Amaliyotda reallik nuqtasidan qaragan vaqtida mushu insonning qo'lidagi bugungi imkoniyat burun yo'qdi. Mesela insanın bugünküdek aqliy qobiliyati, tunushlari, bilishlari, tushunishlari necha 10 yil ilgari yo'q. U kichik vaqtda bir narsa tushunmaydi, ammo Alloh berdi uni. Bugünküdek iqtisod yo'q. Alloh bergan kuch-quvvat, ilm, hikmat, aqllan o iqtisodni topdi. Shuni tushunishi kerakdi. Bu narsaning hammasini Alloh berdi. Bugun bergan Alloh etim biraleydi ve ögün mü biraleydi. Bu noktanı insan düşünmüş gerekti. Onun üstüge Allah
Sen üzerinden eşkan kısmını başkalarıyla ortaklaş da bunu bizge mecburiyet yüklevatkan vaxtıda Allah özü anmaydı onu. Bunu düşünüş gerek insan. Allah bədge vaxtda mana bədge atmaydı. Allah'ın hakkını ada kıl degende mana bədge at. Çünkü Allah ganilerinin en ganisi. Belki onu kim aladı? Seninki aciz kardeşim. Kanda aciz kardeşim. Muş aciz kardeşim degen vaxtıda birden oylaş gerek. Allah sana güç verdi. Kardeşinge vermedi. Sana imkaniyet verdi. Kardeşinge vermedi. Sana fırsat verdi. Kardeşinge vermedi. Bu yerde bir nokta var. Uma okşaş insan. Sen okşaş insan. Nime üçün sen de bugün o iktisat var. O imkaniyet var, onun da yok. Okşaş insan o. Yani Allah sana verdi. Onunla kapalatlı kılışın için. Bu şu demek ki kırındaşlar. Sen bugün imkaniyetin bah halette imkaniyeti yok. Acizlanın ahvalı hükümü bilsen. Şunun hatırlayacağım bol ki ete senin imkaniyetin yok o vaxtda Allah yani imkaniyeti başkalarını sana kapalatlı kılışka görüldü. Bir yerde sərf qilish hukumi davam sen birdigan hukum emas. Sen alıdığan küllerin battı ilgiri bugün birdigan boldun ve kelgüsüzde alıdığan buluşun mümkün. Bu insanlar oturursa ki ictimai kapalatının asası bu. Allah bu yüzden bizni sərf qilish, çıkım qilish, meyli iqtisat, meyli köç, meyli nim bolsa bizde Allah belki imkaniyetlerinin hemmesinden sərf qilish qilib buyuruyor. Endi sərf qilish demek qanda sərf qilish kerak desa mesele aydın oldu o ha. Bizning qo'limizdagi mal-mulk yoki imkoniyat qanaqdir bizga xos mal-mulk imkoniyat emas. O Allah sana vakolatan bergan atrofdagi ojizlarga o'rtoqlashadigan bir mal-mulk imkoniyatlar. Sen onunla o'xshash bir shaklni taqsim qilishing kerak. Sen mo'jizani ularning ajrida unda ish yo'q. Qarindoshlarimiz var endi. Allah razı olsun yaxshilik qilayotgan o'zi normal kiyayotgan kiyimni başqalarga bir narsa sarf qilish to'g'ri kelib qolgan vaqtda, bir kiyim apirish to'g'ri kelib qolgan vaqtda, uning yengisini apmay qanday qiladi? Yoki o'zi kiyayotgan yoki o'zi kiygisi kelmagan qo'ni kiyimlarni biridir, o'zi kiyimini oladi. Yoki o'zining yegisi kelmaydigan, yemaydigan vaqtda narsani boshqalarga beradi. Bu to'g'ri emas. Oyat tilovatqini o'zing yaxshi ko'radigan. O'zing yaxshi ko'radigan bir narsani sarf qilsang, an sen tanalul bir shu vaqt jannatga kirishlaysan. Ayet bu şekilde insanın içki tuyg'usiga xitob qilgan. Qanday qilsak jannatga erishaymiz degan bir xil tuyg'uning keynidan deyilayotgan bo'g'achqa sahobalarning ichida bu oyat bilan ta'sirlanib, ichki dunyosiga ta'sir qilgan bir necha o'rnak chiqqan shu vaqtning o'zida. Abu Talha radhiyallohu anhu oyatni olgan vaqtda ya Rasululloh, menga eng suyimli bo'lgan mol-mulkim şu bir begim var. Bunu ben Allah yolda sarf kılmam. Tamam, kaldırın da. Resulullah şunu dedi. Zeyd ibn Harise ayetning ta'siri ko'chirdi, ta'sir qildi ayet. Keldi ki nahayet yaxshi ko'radigan bir aytibdi, ismi Sabal ismini. Ya Rasululloh bilsa, bu atma eng suyimli narsa. Bunu Allah yo'q. Resululloh uni Usama ibn Zeyd qilib mindirib qo'ydi masalan. Balıska yani. Atның igisinin balıska. Ya Resulallah ben bunu Allah yolunda kılsam, ben onu balamığı verdim. Bir xil bop kaldım diye vakitte. Allah kabul kıldı senden bunu. Kabul kılıp olsan balanı vergenin var. Ayetinin tesiri uçuruvatkan sahabelardaki örnekler. Ebu Zer radiyallahu anhu tükülür vakitte. Bunun içinde en yakşı gördüğüm bir erkek tüküsü vakitte. Bir mihman kelip Ebu Zer'nin kaşığı kelgen vakitte Ebu Zer radiyallahu anhu ben hazırsan aldıraşıp kaldım. Sen çıkıp tügülürümden birini tutup gel. En yaxşısını. Ben şunu öldürüp seni mihman kılayım. Hele mihman çıkıp acıyız tügüdün birine. Yani küçük uruk tügüdün birine başlayıp gelgen vakitte. Ve sen bana şanaf kıtsan. Ben seni işe çıkıp en yaxşını tutup gel desem. Sen aciz tügü ekeğinin onun nemisi. Hele mihman çıkıp şu karısam en yaxşısı hele ekek tügüyken bilmez sen onu en yaxşı görse şunu ekel. Sen bugün ihtiyaçlık tügüge. Senin akşam ihtiyacın var. Diye vaxtda mening bu tügüge ehtiyacım bugün emas.
qabrimga qo'yilgan kunisi eng ehtiyojini shudir. Abu Zar radhiyallohu anhuning degan gapi. Ibn Umar radhiyallohu anhuning bir xizmatkori vardı. Yani dedik deymiz. Mayli güzel. Mushu oyatni anglagan vaqtda buningdan menga suyimlik mol-mulkim yo'q, azod qilib etdim. Bularning hammasi oyatninki naq ularning ichki tuyg'usi bo'lgan xitobining nimasi? Ta'siri. Hamda bu haqda qarindoshlar Abu Zar radhiyallohu anhu bizga nayt ibratlik bir dars beraydi mushu haqda. Ya'ni bizning sarf qiladigan imkoniyat, chiqim va boshqa ishlardagi masalaga qarata ichki tuyg'umizga eng ta'sir qiladigan bir darsni beradi. Abu Zar radhiyallohu anhu deydi, mol-mulkda 3 shirk bor deydi. Bir shirk qazo va qadar. Tüksiz afetler oldu. Yoki sen ölüp ketsa, xalos, mol-mulkim shu yerdan tugaydi. Bu bir shirk. Qazo va qadar. Ikkinchi shirk sening mirosxo'ring. Kunlar kelib ajring tushidi, mirosxo'ring qachon mirosga erishishni kutib saqlab turgan bo'ladi. Bu ikkinchi shirk mol-mulkimniki. Üçüncü shirk sen. Dünyada yaxshilik yo'llarida qanchalik xajlab olsang, oxiratga ektidig'ining shunchalik bo'ladi. Shunga bu 3 shirkninki ojiz bo'lib qolma. Ofatlar kelishi mumkin. Mol-mulkining ko'p qismi yoki hammasi shu ofat bilan tugab ketishi mumkin. Bu bir musibat. Sen hech nima bilisholmaysan. Bu birinchi shirk bo'lsa. Ikkinchi shirk bo'lsa, ajlan tushib ulab ketadi, mol-mulkim biroz qo'llarga qoladi, san hech ahamiyati yo'q. Üçüncü şirk sen. Acayip güzel bir ders emniyette. İnsan hakikaten oylab baksa, mal-mulkning insanның alıdığını fakat ve fakat özünün yaxşılıq yollarında xərclab olib, hisobotiga, oxiratlik hisobotiga kirgizib olgan qismi, undan boshqa qismi insonga nisbatan bekor. Demek sahabalar mushu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan oyat tushgan vaqtda bu yerdagi lan tanalul birra degandagi bir degan so'zni biz tarjima qilgan o'xshash taqvolikning yuksak tarafi, eng yuksak taqvolik, eng yuqori ibodat deb tushunsakmi yoki jannat deb tushunsakmi yoki Allohning kangri rahmat deb tushunsakmi, qaysi shaklda tushunsak ma'no o'xshash chiqadi. Sahabalar mushu ma'noni tunib yetgan bo'lg'achqa ma oyat sahobalarga ta'sir qildi. Bu ta'sirninki amaliy ifodasi sahobalar shu vaqt bilan darhol qana qilindi, ifodalandi. Yuqorida ko'rib o'tdik. Bir hadis qudusida manda keliglik. Bandilarim deydi. Bandilar dunyoda hammadan biladigan normal yaxshiliklar bilan o'zaro bir-birini mukofotlashadi. Ammo men cennet bilan mukofotlayman deydi. Bayatdan bir deganni biz mukofot sifatida cennet deb qana qildik, tafsir qildik. Amishada masala qalbiy masala bo'lib qoldi. Eng yaxshi ko'radigan narsadan chiqim qilinglar degan yerda qalb masalasi bo'lib qoldi bu yerda. Alloh subhanahu va taolo bu jannatni shu sarf qilayotgan mol-mulkning egisining qalbidagi yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmasga qarab beradigan bo'ldi. Sen haqiqatan o'zing yaxshi ko'radigan narsani qalbingdan chiqarib berdingmi, jannatsin. Ammo shundagina ko'rinish unda ko'rangan bilan mana o'zing ishlatmaslik qaroriga kelgan, tashlab etish qaroriga kelgan narsani berdingmi, Allah sening bu ishingni biladi. Bu o'zingni aldashdan boshqa ish emas. Shunlashqa oyatning oxirisida va ma tunfiqu min shay'in nima sarf qilinglar? Alloh subhanahu va taolo uni obdan biladi. Sening niyatining bog'liqini biladi. Qanday bu narsani boshqalarga berging, bu pulni sarf qilging kelib qoldi, buni biladi. Sening niyatingda ma pulni sarf qilish orqali bundan cho'ngroq narsaga erishmoqchimi, nom chiqarmoqchimi, dong chiqarmoqchimi, yana bir manfaat erishmoqchimi, ish qilib nim bo'lsa, Alloh buni obdan biladi.
Bugünkü dersimiz vaqt münasebeti bilan müşahede ahırlaştı. İnşallah Allah nasip kılsa kele saatlik dersimizde Sure Ali İmran'ın 93. ayetini okuyumuz. Kele saati kuruşkice hemen Allah'a emanet kıldım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.